Ana xullas mana shu yerda dam olib o'tirdik. Endi har kuni o'tyapti, nimagadir tayyorgarlik bo'lyapti shekilli. Podvodniy lodkalar o'tyapti. O'tirib qiziqib ketib, endi oyim kelyapti. Hozir sizlarga ko'rsataman podvodniy lodkalarni. Ko'rinsa agar даже meni o'zimga telefon yaxshi ko'rsatmayapti. Agar ko'rinayotgan bo'lsa, o'sha yerda bitta turibdi podvodniy lodka. Mana shu o'rtada ham yana bitta turadi. Kirib ketib qoldimi yo nari kema to'sib qoldimi? Mana u yerda yana bitta mana podvodniy lodka ketyapti. Hozir menimcha shu uni SF to'sib qoldimi yo'q, uni yonida ekan. Nariga. Yo'q, uni emas, nariga karabilda yonida ekan. Uni tutyapti. Yog' yeyapti, masla yeyapti ekan. Yurgizaman deb tutuni chiqib yotibdi, uni masla yeyapti ekan. Bu kislorod bilan to'ldirilyapti havosi. Yana so'yib ketaman. Ana xullas ikkita mashirda, uchinchisi ona ketyapti. Shu yerda yana bitta, endi u ko'rinami yo'qmi? Bizga ham zo'rg'a ko'rinib turibdi. Necha metr bo'lishi mumkin usta podvodniylar? Bilmayman men. Men ham podvodniy lodkani mana shu yerga kelib ko'ryapman-da. Devor ustiga chiqib oldim. Yaxshiroq olinsin deb. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, mana shu yerda bitta turibdi. Ona ikkinchisi. Uchinchisi nima u? Nima to'sib qoldi? Ko'rinyaptimi? Qo'qangilozlar to'sib qoldi uchinchisini. Qo'qangiloz tutlar to'sib qoldi. Yo'q, qolgan suv tagidamikan? Ana ishxonamiz o'zi dengizning yonida. Yana qurilish avjida. Hozir mana shu nimaga chiqib oldim, beton ustiga. Navesimiz choy ichadigan, bitta ujin qiladigan yerimiz. Bu yog'i voyenniy chas, u yog'i dengiz. Hozir voyenniy karabillar ham yuradi hozir bu yerda. Shuni sal ertaroq olmabman. Ana mayda bittasi durbinda ko'ryapti. Yomon chiroyli ko'rinar ekanmi? Eng yaqinda ham uzoq qilib ko'rsatadigan durbinimiz bor-da mana. Ana bittasi u yoqda o'sha suzib ketib bo'ldi. Bular 73 metrliklar ekan. Mana shu yerda ko'rinib turgan o bittasi buzilib qolib shekilli tutun chiqyapti. O oldida bittasi ruchka aylantiryapti shekilli oldiga savol motorini yondirish uchun. Ola, ruchka savol aylantiryapti oldida. Yondirib beraman deb.
Mayda hali chiroyli yaxtamiz turibdi hali ham. 500 million dollarlik yaxta turibdi shu yerda. That's what it is. Sultanlar shunday qilib Tashqimani hozir qolishga musharraf bo'ldi deydimi? Bo'ldilardi. Mashina ustiga chiqib yurib oldim. Zo'rg'a turib o'qib balosi. Bizda faqat haqiqat. Hali ko'k choydan ich olganmiz biz mana. Ko'rinyapti to'shni, birodarlar. Endi yiqilib tushmasam bo'ldi. Ha, yiqilsangiz yerga tushasiz-da, usta mana. Holatlari 40 olaverasiz olagancha.